Jonimga tegdi, boshqa chida olmayman. Mana bu yerda fortichka bor, lekin ochsa ham havo kirmaydi. Bunaqa qorong'u, dimxonada ishlagandan ko'ra boshqa ish topaman. Xuddi shu kabi holatda ishchilaridan ayrilayotgan tadbirkor murojaat bilan telekanalimizga keldi. Yakkasaroy mahallasida yashab turgan uyimning yerto'la qismini ta'mirlab 3 yildan buyon tadbirkorlik ish faoliyatini yuritib kelyapman. Hozir u yerda birinchi etaj qo'shnimiz uyni sotib olib, nejuli pomeshchение qilish uchun podval qismidagi meni seximni oynalarini zina qilib ko'tarib yopib qo'yishdi. U yerda hozir havo aylanmayapti. Bir, ikkinchidan yorug'lik, quyosh nuri yo'q. Tadbirkorlik qilishimga xalaqit qilyapti. Ishchilarim o'zi ishlashdan bosh tortyapti u yerda. Uning gaplari qanchalik asosli, biz buni bilish uchun voqea joyiga bordik. Mana portichkadan quyosh nuri tushardi, yorug'lik tushardi, havo kirib turardi. Hozir mana ichkaridan yopib tashlashgan. Mana ikkita portichkadan havo aylanib kirib turardi. Mahalladagi xotin-qizlarni men ish bilan ta'minlaganim. U xotin-qizlar 3 kundan beri ishga ham chiqishmayapti. Haqiqatan bu yer juda ham dim ekan. Ushbu holatga mas'ullar qanday izoh beradi? Aynan ushbu olib borilayotgan rekonstruksiya ishlarida ko'p xonadonli uyning yerto'la qismidagi havo aylanish tizimi qurilish olib borayotgan mulkdor tomonidan yopib qo'yilganligi holatini mana guvohi bo'ldik. Aynan bu holat shaharsozlik normalariga zid hisoblanadi. Biz mulkdor bilan bog'lanishga harakat qildik. Mulkdor ayni daqiqada kela olmasligini ma'lum qildi. Mulkdorni chaqirtirgan holda mulkdor ishtirokida qayta o'rganib, ushbu huquqbuzarlik holatini bartaraf etish choralari qo'llaniladi. Bir kundan so'ng mas'ullar mulkdorni qurilish obyektiga qayta chaqirib, holatga aniqlik kiritishdi. Aynan ushbu noturar joy mulkdori tomonidan ushbu loyiha hujjatlaridan chetga chiqqan holda ko'p xonadonli tutash yer maydonida qurilgan zinaning ostki qismida kladovka holatida qurilganligi ma'lum bo'ldi. Aynan ushbu o'zboshimchalik bilan qurilgan qurilmani, ya'ni kladovkani joyiga qaytarish yuzasidan inspeksiya tomonidan majburiy ko'rsatma berildi. O'zboshimchalik bilan qurib olingan qurilmani, ya'ni kladovkani o'z avvalgi holatiga qaytarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 159-modda 3-qismi bilan ma'muriy jarima qo'llaniladi va majburiy tartibda bartaraf etilishi yuzasidan tumanlararo fuqarolik sudiga da'vo arizasi kiritilishini ma'lum qilamiz. Yerto'la darchasini to'sib qo'ygan ushbu omborxonani buzib tashlash uchun mulkdorga 15 kun vaqt berildi. Belgilangan muddatdan so'ng holat tafsilotlarini o'rganish uchun biz bu manzilga yana qaytamiz.